Markaziy qoida. Hayotliq qandaq qilib o'zining kodini o'qiydi. Barliq jonliqlarning irsiyat uchurlari DNA da saqlanadi. DNA xuddi bir parcha tafsiliy tushuntirishga o'xshaydi. U hujayraning qandaq harakat qiladiganligini aytib beradi. Uning mashg'ulot usuli oddiy, lekin muhim prinsip markaziy qoidaga amal qiladi. Bu jarayon 3 bosqichga bo'linadi. DNA uchur saqlaydigan tushuntirish bo'lib, u jonliqlarning barliq irsiyat buyruqini o'z ichiga oladi. RNA xuddi bir ko'chirgichga o'xshaydi. U DNAdan buyruqni kopiya qiladi. Hamda bu uchurlarni hujayraning zavodi ribozomiga yetkazib beradi. Aqsil eng oxirida yasalgan zapchas bo'lib, ular jonliqlarning shakli, iqtidorini belgilaydi. Masalan, ko'zingizning rangi, bo'y egizligi, hatto yemaklikni hazm qilish iqtidorini belgilaydi. Agar DNAda ozroq o'zgarish yuz bersa, masalan, kitobdagi xatlar o'zgartirildi, RNA xato ko'chirilib qoladi. Eng oxirida ishlab chiqarilgan aqsilmi o'xshash bo'lmasligi mumkin. Bu xil o'zgarish ba'zida foydali bo'ladi. Masalan, hayvonlarning terisining rangini muhitga texmi moslashtirish. Lekin ba'zida yaxshi emas. Masalan, gen kasalligini keltirib chiqaradi. Bu kichik o'zgarishlar uzoq vaqt jug'lanish orqali jonliqlarning tadrijiy taraqqiyotini ilgari suradi. Shunlashqa DNA, RNA aqsil hayotlikning o'zining kodini qandoq o'qishi va buyruqni ijro qilish jarayoni